Assalomu alaykum. Bu bo'limda sizlar bilan privyaskalarni yaxshilab o'rganib olamiz. Demak, sizlar bilan setka hamda setkaga bog'lanishni o'rganib oldik. Endi esa privyaskalarning boshqa turlari bilan tanishib chiqamiz. Demak, privyaskalarni mana bu yerdan ochib, o'chirib yoqishimiz mumkin hamda mana bu znakka bossak, privyaskalar o'chadi, qaytadan bossak yonadi. Bundan tashqari F3 tugmasi yordamida ularni o'chirib yoqish imkoniyati bor bizlarda. Demak, ularni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Buning uchun hammasini o'chirib, faqatgina kontochka privyaskasini yoqamiz va hamda uni ko'rib chiqamiz. Demak, kontochka privyaskasi obyektlarning segmentlarining burchaklariga privyaska qiladi. Demak, bunda poliliniya bo'lishi mumkin, atrezik bo'lishi mumkin, poliliniya bo'lishi mumkin. Bundan tashqari dugalar ham bunga kiradi. Dugalarning ikki chetki yon tomonlariga bog'lanishimiz mumkin. Bizlar aylanaga bog'lana olmaymiz, chunki aylananing biron bir qirrasi, ya'ni burchagi bo'lmaydi. Demak, ularga bog'lanib, mana bunday tarzda chizishimiz mumkin. Yana shuni ham aytishim kerak, agar chizig'imiz mana bunday bir tekisda bo'lsa, bir tekismi farqi yo'q. Chap yoki o'ng tomoni bu o'rtadan hisoblanadi. O'rtadan bu tomonga yaqinroq bo'lsa chapki qismga, o'ng tomonga yaqinroq bo'lsa o'ng qismga bog'lanadi. Faqat shu chiziqlarning ustiga yaqinroq qilish kifoya, o'sha nuqtaga bog'lanadi. Ko'rib turganingizdek aniq va juda ham tez bog'lanadi. Keyingisi bu serijina, kontochkani ko'rib chiqish. Serijina bu ya'ni obyektlarning segmentlarining o'rtasiga bog'lanadi. Bunga farqi yo'q, obyektni xohlagan, ya'ni segmentning xohlagan nuqtasiga olib kelsak, agar shu privyaskamiz yoniq bo'lsa, faqatgina o'rtasiga bog'lanadi. Bunda ham xuddi shunday har xil obyektlarga nisbatan bog'lanadi. Bunda ham aylanaga bog'lanmaydi. Qolgan barcha, ya'ni to'g'ri chiziqli hamda egri chiziqli obyektlarga bog'lanishi mumkin. Keyingisi bu sentr. Sentr bu aylananing sentriga, faqatgina aylanaga xizmat qiladi. Aylananing sentriga bog'lanish uchun, ya'ni o'rtasiga. Boshqa obyektlarga bu действовать qilmaydi. Bundan tashqari yoylarga qo'llash mumkin, chunki yoyning ham sentri bo'ladi, ya'ni duga. Kelgusida yoyni duga deb atayman, chunki rus tilidagi AutoCADda ishlayapmiz. Ruscha terminlardan foydalanaman. Ya'ni serijina duga hamda krugning o'rtasiga bog'lanadi. Keyingisi bu geometriskiy sentr. Geometriskiy sentr kvadrat va hamda ko'pburchakli, ya'ni poligonlarning o'rtasini geometrik tarzda topib, unga bog'lanadi. Misol uchun uni yoqdik. Endi masalan krug chizmoqchi bo'lsak, mana bu kvadratimizning o'rtasi. Mana bu poligonning o'rtasi esa mana shu yerni tashkil qiladi. Bu geometrik tarzda hisob-kitoblardan tashkil topadi va shunday tarzda ishlaydi. Misol uchun uchburchagimiz bo'lsa, uchburchagimizni o'rtasini ham topib, o'zimizga kerakli bo'lgan amaliyotlarni bajarish imkoniyatini beradi. Keyingi privyaskamiz bu uzel. Sizlar bilan nuqta, ya'ni tochkani ko'rib o'tgan edik. Tochkamizning ko'rinishini utilitadan, отображение точкаdan o'zgartiramiz. Bu privyaskamiz bizlarga tochkaga bog'lanish imkoniyatini beradi. Tochkani xohlagan joyiga olib kelsak, unga bog'lana olamiz. Keyingi privyaskamiz bu kvadrant. Uni yoqamiz. Kvadrant bizlarga aylananing 4 ta eng yuqori qismlariga hamda duganing ko'rinadigan yuqori qismlariga bog'lanishga xizmat qiladi. Krugimizda 4 ta, ya'ni mana bu tepa qismi mana hozirgina bog'landi.
mana bu shaklda, ya'ni romb shaklda ko'rinadi. Kvadratning 90 gradusga aylantirilgan shaklda. 45 ya'ni. Mana bunday shaklda ko'rinib turadi. Mana shu yer aylananing kvadrantlari hisoblanadi. Bundan tashqari bu dugaga ham qo'llash mumkin bu kvadrant privyaskasini. Keyingi privyaskamiz bu пересечение. Пересечение bu bir-birini kesib o'tuvchi nuqtalarga bog'lanadi. Ya'ni misol uchun mana bu yerdan bitta chiziq o'tkazsak, bunda пересечениeni yoqamiz. Poliniya chizmoqchi bo'lsak, mana bu, ya'ni bir-birini kesib o'tgan chiziqlarni bir-biriga bilan bog'laydi. Mana bu yerda bitta пересечение hamda mana bu yerda bitta пересечение bor. Mana bu yerda ham bor. Ish jarayonida bu ancha ko'p kerak bo'ladi, chunki bir-biri bilan kesib o'tgan chiziqlar ustida ko'p vaqtingiz sarflashingiz mumkin. Keyingisi bu продолжение. Продолжение привязкasi yordamida obyektlarni davom etadigan ko'rinmas misol uchun davom etgan paytda qayerga borib tutashishi mumkin bo'lgan chiziqlarga bog'lanishimiz mumkin. Misol uchun poliliniyani chizaman hamda biron joyga mana bu nuqtadan boshlab mana bunday ko'rinmaydigan chiziqni davomini chizishim mumkin bo'ladi. Hamda unga bog'lanish imkoniyatim ham mavjud. Agar bu chiziqni bu yerga olib kelganimizda bizlar mana bu yergacha kelgan bo'lar edik. Keyingi privyaskamiz vstavka. Bloklarni sizlar bilan o'tganimiz yo'q, lekin AutoCADda blok degan tushuncha bor. Ularni chuqur ko'rmaymiz. Ular ma'lum bir primitivlarning bitta gruppa ostida jamlanganligiga bildiradi. Ularning noli bo'ladi, ya'ni qo'yish joyi, asosi. Bizlar vstavka privyaskasi orqali bu bloklarning asosiga bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun vstavkani yoqamiz hamda poliniya chizmoqchi bo'lsak, mana bu bizlarning bloklarimizni asosi. Bu mashinaning asosi mana bu yerda joylashgan hisoblanadi. Blokning ichiga kirganimizda xuddi shunday prostranstvo bo'ladi hamda mana bunda koordinata bo'ladi. O'sha koordinataning noli bizlarning blokimizning asosi hisoblanadi. Buni ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Davom etamiz. Keyingi privyaska bu normal. Normal, ya'ni perpendikulyar bu obyektlarga, ya'ni primitivlarga perpendikulyar ravishda bog'lanish imkoniyatini beradi. Misol uchun mana bu yerda bitta poliliniya chizaman hamda mana bu kvadratga perpendikulyar ravishda bog'lanish imkoniyatini beradigan privyaskani yoqib mana bunday tarzda chizishim mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha privyaskamiz rasmni yonida normal degan yozuv paydo bo'ladi. Bundan tashqari aylanaga perpendikulyar, ya'ni normalni topib bog'lanishimiz ham mumkin. Bu nuqtada bizlarda ikkita normal mavjud. Shuni bilib qo'yishingiz kerak, agar siz aylanani qoq o'rtasidan boshlab chizayotgan bo'lsangiz, aylanani hamma tomoni sizga perpendikulyar ravishda turgan bo'ladi. Tashqi tomondan perpendikulyar chizishimiz mumkin va boshqa xohlagan obyektlarimizga nisbatan perpendikulyar chiziqlar chizishimiz mumkin. Hozirda mana bu ikkita chiziqning burchagi 90 gradusni tashkil etadi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi bu касательный. Касательный bu aylanalari bilan ishlashda qo'l keladi. Misol uchun velosipedning zanjirini chizmoqchi bo'lsangiz deylik, mana shu yerdan shunday chiziq o'tkazishimiz kerakki, u aylananing eng chekki qismini tutashib o'tsin. Agar касательный bo'lmaganda buni qo'lda bajarishning imkoniyati mavjud bo'lmas edi, chunki har qancha aniq chizishga harakat qilmang, yaqinlashtirgan paytda
Mana bunday tarzda chizig'imiz yoki aylananing ichkarisida yoki tashqarisida bo'lib qolaverar edi. Bu privyaskadan foydalanib esa bizlar mana bunday tarzda aniq va to'g'ri aylanani tegib o'tadigan eng chekka nuqtasini chiziq chizishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi privyazkamizni ko'rib o'tamiz. Bu ближайший. Juda ham ko'p kerak bo'ladi ko'p hollarda, lekin ko'p hollarda o'chirib qo'yamiz. Ближайший yordamida har qanday obyektning eng yaqin qismiga bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, hozirda hamma joyga bog'landi. Boshqa paytlarda ham xuddi shunday tarzda ishlaydi. Keyingi privyazkamiz bu кажущееся пересечение. Пересечениeni o'tdik. Endi кажущееся пересечениeni sizlarga tushuntirib beraman. Shunday AutoCAD 3D пространство bo'lgani uchun ba'zida shunday paytlar bo'ladiki, bitta chiziq ikkinchi chiziqning ustida qandaydir masofada bo'ladi. Misol uchun mana bunday deylik. Bitta chiziq chizamiz. Hamda shunday bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda ish jarayonida bo'ladi. Ba'zi injenerlar yoki boshqa AutoCAD bilan ishlovchilar shunaqa fayllarni yuborib turishi mumkin. Chiziqlar bir-birini ustiga har xil уровеньda turadi. Uni уровенini mana bu yerdan svойства panelidan уровень bo'limida ko'rish mumkin. Hozirda 0 turibdi, lekin ko'pincha bu chiziqlar har xil bo'ladi. Agar faylingiz yaxshi ishlanmagan bo'lsa, misol uchun buni уровенini 50 qo'yamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, chizig'imiz tepaga ko'tarildi. Siz harakat qilasiz, misol uchun hozir buni o'chirib qo'yamiz. Harakat qilasiz, ana shu nuqtani kesishmasga chiziq chizishga, lekin har qancha urinmang, privyazka paydo bo'lmayapti. Bunda bizlarga кажущееся пересечение yordami keladi, ya'ni ko'rinishidan bir-birini kesib o'tganga o'xshaydi, lekin har xil balandlikda joylashgan. Bu yordamda ana shu ko'rinishidan bir xil bo'lgan пересечениeni ustidan aniq chizishimiz imkoniyatini beradi. Mana bunday tarzda. Hozir tepadagi chiziqqa bog'landi. Bularni ham qanday qilib pastki chiziqqa bog'lanishini ko'rib o'tamiz darsimiz davomida. Кажущееся пересечение tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Keyingisi bu parallel. Parallel yordamida ma'lum bironta chiziqqa parallel ravishda yonidan yana bitta chiziq o'tkazish imkoniyatini beradi. Misol uchun men chizish uchun mana bu yerga nuqtani qo'yaman hamda shu chiziqqa parallel ravishda yonidan shuni davom ettirmoqchiman. Buning uchun bironta joyga shunday kursorni olib kelaman, u bog'lanadi, hech nimani bosmayman hamda ana shu chiziqqa parallel ravishda chiziq davom ettirishim mumkin. Amaliyotda bu parallel privyazkasidan unchalik ko'p foydalanilmaydi. Meni o'zimni ishimda eslolmayman, 1-2 marta foydalanmagan bo'lsam, boshqa paytlarni eslolmayman. Asosiy privyazkalar shulardan iborat. Davom etamiz. Demak, privyazkalarning hammasini ko'rib chiqdik. Endi har doim qaysilarini yoqiq turishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Demak, ish paytida har doim kontochka, серединная точка, середина ya'ni center, geometrический center uncha kerak bo'lmaydi. Udel ham vaqt-vaqti bilan yoqishimiz mumkin. Kvadrantlar har doim yoqib qo'ysak bo'ladi. Пересечение, продолжение ham vaqt-vaqti bilan yoqamiz. Hamda вставка, hamda normal. Bundan tashqari касательni o'chirib qo'yamiz, chunki kerak bo'lmaydi ko'p hollarda. Ближайший ham bizlarga kerak bo'lgan paytda boshqa usulda yoqamiz. Keyingisi кажущееся пересечение, buni ham bizlarga kerak bo'lgan vaqtda yoki ba'zida yoqamiz. Eng asosiysi mana bu 7 ta privyazka yonib turadi. Kontochka, середина, center, kvadrant, пересечение, вставка hamda normal. Demak, boshqa faylga o'tamiz. Bularni yoqdik. E'tibor bering, fayldan faylga o'tganimizda bizlarning privyazkalarimiz o'zgarmasdan turadi.
Demak, endi esa vaqtinchalik privyaskalarni o'zgartirish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ish paytida misol uchun shunday bo'lib qolishi mumkin. Menda ближайший o'chirilgan, lekin uni hozir men bironta joyga privyaska qilishim kerak eng yaqinda. Menga hozir misol uchun burchakka yoki o'rtaga privyaska qilish kerak emas. Bu paytda men nima qilaman? Buning uchun Ctrl tugmasini bosib turib, vaqtinchalik privyaskani rejimni o'zgartirish uchun Ctrl tugmasini bosib turib, mishkaning o'ng tugmasini bosaman. Bunda mana bunday menyu hosil bo'ladi. Endi hamma knopkani qo'yib yubordim. Mana bunday menyu hosil bo'ladi. Buni birontasini bossam, faqatgina ana shu privyaskagina bir martalik amal qiladi. Misol uchun hozir aytganimdek, menga ближайший kerak, bir martalik. Buni bosib, obyektlarni oldiga olib ketsam, bir martalik ближайший privyaskasi amal qiladi hamda mening ishimni davom ettirishim mumkin. Yana bir bor, misol uchun bu burchakka bog'lanaman hamda Ctrl hamda o'ng tugmani bosib, misol uchun vstavkaga bog'lanishim, ya'ni blokni qo'yish joyiga bog'lanishim mumkin. Privyaskalarni vaqtinchalik o'zgartirish ana shuni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana bir ikki xil turdagi privyaskalar mavjud. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Bunda ham Ctrlni bosib turib, sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz hamda mana bu tepada точка отслеживания, ya'ni bironta nuqtadan boshlab qilib ko'rsataman yaxshirog'i. Misol uchun mana bu burchakni tanlab, ana shu burchakdan bironta tomonga qarab menga qancha masofa tashlab chizishni boshlashni so'raydi. Misol uchun 1 metr, ya'ni 1000 millimetr deb belgilayman. Ana shu yerdan chizishni boshlaydi. Buning alternativasi oddiygina kursorni olib kelib, mana bunday tarzda joy tashlab chizishni davom ettirishdan iborat. Bunga unchalik hojat ko'p bo'lmaydi, lekin ba'zi paytlarda kerak bo'lishi mumkin. Shundan foydalanishingiz ham mumkin. Yoki ot. Bu ham shunga o'xshaydi. Ana shu yerdan bazaviy, ya'ni joyni olib chizishni so'raydi. Keyingisi hamda eng qiziq privyaska bu Ctrlni bosib o'ng tugmani bosamiz. Середина между точками. Bu bizlarga ikkita nuqtaning o'rtasidan boshlab chizish imkoniyatini beradi. Misol uchun mana bu kolonnaning burchaklarining o'rtasidan menga chizishim kerak. O'zim buni taxminan chiza olmayman. Aniq va tiniq chizish uchun boyagidek середина между точкani belgilab, ikkita nuqtani ko'rsatsam agar, o'sha ikkita nuqtaning o'rtasidan aniq qilib menga chizib beradi. Bu sizning ish jarayonida juda ham ko'p ishlatiladi. Keyingi privyaska bu. Yana bir bor Ctrlni bosib, o'ng tugmani bosaman hamda 3D privyaskalar mavjud. Buni albatta 2D основной kursimizning asosiy qismida ko'rib o'tmaymiz. Buni 3D bilan ishlayotganda ko'rib chiqishimiz mumkin. Keyingisi bu privyaskalarning ko'proq настройкасini. Buni ochish uchun parametri obyektni privyaskaga kiramiz. Hamda mana bu yerdan bu xuddi shunga o'xshaydi. Bir-birini takrorlaydi. Bu bizga qiziq emas unchalik. Asosiysi mana bu настройкаga o'tsak, privyaskaning kengaytirilgan настройкалari mavjud. Bunda birinchisi marker, ya'ni mana bunaqa yashil to'rtburchak, kvadrat va boshqa privyaskani ko'rsatadigan rasm chiqishini ko'rsatadi. Bu bizlarga kerak. Keyingisi magnit. Bu privyaskamiz biron nuqtaga kelganda yopishib olish imkoniyatini beradi. Buni o'chirib qo'yishni maslahat bergan bo'lardim. Misol uchun hozirgi paytni ko'rsatadigan bo'lsam, yaqiniga olib kelsam, mana bunday tarzda jip etib yopishib oladi. Hamda kursorni qimirlatish imkoniyatini bermaydi. Ma'lum bir masofada faqatgina.
qaytadan parametrga kiramiz, nastroykaga kirib buni o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Keyingisi всплывающие подсказки, ya'ni tekst ko'rinishida boyagi ko'rganingizdek normal deb yozdi, kontochka deb yoki seredina deb yozadi. Привязкаning qaysi tur bo'lishidan bog'liq holda. Bu kerak, chunki ba'zida kontochkami yoki normalga bog'landingizmi bilib bo'lmaydi. Keyingisi bu pritsel avtopривязки. Buni yoqishni maslahat beraman. Hozir ko'ramiz. Okey qilib. Mana bunaqa to'rtburchak e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kursorimizning atrofida to'rtburchak paydo bo'ldi. Bu ya'ni bizlarga привязканы qayerdan o'sha kvadratni ichiga tushsa, bizlarga привязка beradi. Mana bunday tarzda. Keyingisiga o'tamiz. Bundan tashqari bu menyuga parametri oknosi orqali o'tish mumkin. Parametrga kiramiz hamda bu yerdan построениеga o'tamiz. Keyingisi привязкада shtrixovkalarni ignorirovat qiladi, ya'ni shtrixovkalarga bog'lanmaydi, razmerlarga bog'lanmaydi hamda PSK ga bog'lanmaydi. Keyingisi bu заменить z на текущее значение отметки, ya'ni esingizda bo'lsa buni отметить qilib bunga o'taman. Mana bu yerda vaqtinchalik кажущийся пересечение yoqaman. Mana bu yerda пересечениеga bog'langanimda hamda 3D da ko'rganimda tepa qismda turgan obyektga bog'landi. Buning sababi shundaki, bizlarda mana bu заменить z yoqilmagan. Agar buni yoqsak, bizlar obyektlar qayerga turishidan qat'iy nazar faqatgina 0, ya'ni 2D пространствоga chiqadi. Har doim yangi fayl ochganingizda yoki bor fayl bilan ishlayotganingizda ana shu narsaga e'tibor bering. Har doim pitichkasi turgan bo'lishi kerak. Keyingisi bu nastroykalar shunday turgani ma'qul. Yordamchi liniyalarning nastroykasi. Keyingisi захват точка отслеживания. Buni shift bilan almashtirib qo'yish mumkin. Buni hozir ko'rsatib o'taman. Okey qilamiz. Misol uchun men shunday mana bu nuqtaga, ya'ni kvadrat hamda mana bu poliliniyaning eng chekki qismlari bilan tutashadigan poliliniya chizmoqchiman. Buning uchun kursorni burchaklarga olib kelaman, shunchaki olib kelaman hamda mana bunday tortaman, chizaman. Hozir shunchaki olib keldim. Menda mana bunaqa bog'lanadigan bog'lovchilar paydo bo'ldi. Boyagi nastroykani yoqish orqali men bu bog'lovchilarni yoqishni avtomatik, ya'ni avtomatik emas, ruchnoy tarzda bajaraman. Okey qilaman. Endi olib kelsam agar hech nima paydo bo'lmayapti. Uni paydo bo'lishi uchun men shift tugmasini bir marotaba bosishim kerak. Bu tomonda ham xuddi shunday. Yoki bu tomondan qilsak bo'ladi. Shiftni bosaman bir marotaba. Bu yerga ham xuddi shunday shiftni bir marotaba bosishim talab etiladi. Hamda keyin menga mana bunday davom ettiruvchi chiziqlar ko'rinishni boshlaydi. Ba'zi paytlarda bu qo'l kelishi mumkin. Buni ishlatish mumkin. O'z joyiga keltirib qo'yaman. Pritselimizning razmeri, ya'ni boyagi kvadratni razmerini o'zgartirishimiz ham mumkin. Misol tarzda mana bunday. Buni ham joyiga keltirib qo'yamiz. O'z holatda turgani yaxshi. Bundan tashqari bizlar mana bu kursorimizning mana bu kursorimizni chizsam agar, misol tariqasida kursorimizning mana bu 4 ta chizig'ini ko'proq yoki kamroq qilishimiz mumkin. Buning uchun parametriga o'tamiz. Bu yerdan ekran bo'linmasiga o'tamiz. Agar sizga ko'rinmayotgan bo'lsa, mana bunday tarzda kattaroq qilsangiz bu narsa ko'rinib qoladi. Razmer prekretsiyadan bu yerdan o'zgartirishimiz yoki ma'lum bir miqdorni kirgizishimiz mumkin. Hamda bizlarning kursorimiz hajmi o'zgaradi.
Privyaska darsi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.